Pul topib aql topmagan ota-onalar chaqaloqlarini cho'miltirayotganda xuddi shunday narsalardan foydalanishadi. Chaqaloqlar cho'miltirilayotganda qulog'iga suv kirib ketishi normal bo'ladigan holat. Mabodo kiradigan bo'lsa ham bundan xavotirlanish hojati yo'q. Qulog'iga kirgan suv hech narsa qilmaydi, ya'ni bola organizmiga hech qanaqa zarari yo'q. Shundoq ham ona qornidaligida chaqaloq 9 oy davomida suv ichida turadi. Bu bilan hech narsa bo'lib qolmaydi bolaga. Qulog'iga suv qanaqa yo'l bilan kirgan bo'lsa, xuddi shu yo'l bilan chiqib ketadi. Qulog'iga kirgan suvi hech qanaqa zarari yo'q umuman. Quloqni yallig'lantirib qo'ymaydi, ya'ni yiringlatmaydi yoki bo'lmasam nog'ora pardani teshib qo'ymaydi. Umuman bu narsalarga virus va bakteriyalar olib kelishi mumkin. Qulog'iga cho'miltirayotganda kirgan suv emas. Chaqaloqlarning tashqi eshituv yo'li qisqa va to'g'ri, ya'ni gorizontal holatda bo'ladi. Bu degani qulog'iga kirgan suv o'z-o'zidan chiqib ketadi degan. Cho'miltirib bo'lgandan keyin faqat o'ng yonboshga, undan keyin esa chap yonboshga ozginaga yotqizish kerak. Bo'ldi, boshqa narsa qilish kerak emas. Chaqalog'imni qulog'iga suv kirgizib yubordim deb paxta tiqish yoki bo'lmasam tamponda qulog'ini tozalash ham mumkin emas. Boshimizga va quloqning ichkarisiga suv kirib ketmasligi uchun bizda tabiiy to'siq bor. Ya'ni bu nog'ora parda, quloq pardasi deb aytiladi. Quloq pardasi suvni ichkariga kirib ketishiga to'sqinlik qiladi. Biz mukammal yaratilganmiz. O'zidan o'zi qulog'imizga suv kirib ketmaydi. Ya'ni tashqi eshituv yo'lidan suv kirishi mumkin, lekin u yerda parda bo'lganligi sababli u ichkariga o'ta olmaydi va o'z-o'zidan tashqariga qarab chiqib ketadi. Bundan xavotir olish keragi yo'q. Qulog'iga cho'miltirayotganda, chaqaloqlarni qulog'iga cho'miltirayotganda suv kiradi. Xolismi, xohlamaysizmi kiradi va o'z-o'zidan chiqib ketadi. Sizni pulingiz ishlash uchun kerak-kerakmas narsalar ishlab chiqarilyapti. Farzandingiz uchun faqat kerakli narsalarni olishingizni tavsiya qilaman. Hamma reklama qilayotgan narsalar ham farzandingiz uchun kerakli bo'lib hisoblanmaydi. Kerakmas narsalar tiqilib yotibdi. Ogohli davr talabi. Farzandingiz uchun faqat kerakli narsalarni olishingizni tavsiya beraman. Bolangizni qulog'i bilan bog'liq hech qanday kasalliklar aniqlanmasa, bunaqa narsalardan foydalanmang. Bunaqa narsalar sog'lom bolaga foydadan ko'ra zararga ishlaydi. Agar farzandingizni qulog'ida muammolar bo'ladigan bo'lsa, masalan, tashqi eshituv yo'lida qanaqadir muammo yoki bo'lmasam quloq pardasida teshilish, sredniy otit, ya'ni o'rta otit rivojlangan bo'lsa, u holatda o'ylab ko'rish mumkin. Shunda ham lor shifokori tavsiyasiga ko'ra bu narsani qilishingiz yoki qilmasligingiz mumkin bu holatda. Qolgan holatlarda, ya'ni sog'lom bolaga umuman foydasi va keragi yo'q.